Navbatdagi savol. Ustoz, Qurbon hayitida yangi libos kiyish shartmi? Oldinlari katta bobolarimizdan eshitganmiz. Agar yangi libos kiyish imkoning bo'lmasa, hech bo'lmasa barmog'ingga ip boylab olgin deb aytishardi. Shu gap to'g'rimi yoki bidatmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni yangi libos kiyish bu sunnatda borki, ahsani siyabihi degan chiroyli kiyimini kiyadi, borini yaxshisini kiyadi. Masalan, sizni kiyimlaringiz ichida eng yaxshisi qaysi deb bilsangiz, o'zingizcha chiroylisi, yaxshisi, yangisi o'shasini kiyasiz. Bo'lmasa borini yuvib kiyaverasiz. Hatto o'zida bo'lmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar ham chiqsin deganlarda, mana hayit bayramlarida kiyimi bo'lmasa bir dugonasidan vaqtinchalikka kiyishga olib turib chiqsin deganlar. Shu darajada, ya'ni Rasulullohning o'zlarining sunnatlari hayitlarga, jumalarga kiyadigan eng chiroyli kiyimini kiyardilar Rasululloh. Bir alohida kiyim bo'lardi Rasululloh. Vaqtlarda, ya'ni kiygan delegatsiyalar oldiga kiyib chiqadigan, hayitlarga kiyadigan kiyimlari bor edi, o'shani kiyardilar Rasululloh. Shunday, ya'ni buni sunnati shu. Borini kiyadi, yaxshisini kiyadi degani. Albatta yangi sotib olib kiysin degan joyi yo'q, ya'ni bu takalluf bo'ladi, bu narsa yo'q narsani gapirish bo'ladi. Kiyim bo'lmasa albatta yangi kiyim kiyish kerak degan narsa. Bu ayollar haligi to'yga yangi kiyish kerak yoki yig'ilishga yangi kiyish kerak. Ko'ylak esa buni oldin ham kiyuvdim, ayollar ko'rgan buni deydi-ku. O'shanaqangi narsa u erkaklarga ham o'tib qoladi-da, bu hayitlarda bu narsa yo'q, yangi narsa kiysin degan joyi yo'q. Agar yangisi bo'lsa, o'shani kiysin degan narsa. Shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Endi jab bo'lmasa qo'liga ip baylab olsin degan gap bilmayman qayerdan olgan. O'sha bolalarning o'zlaridan so'rash kerak bu narsani. Bunaqangi narsa yo'q, ya'ni shariatda bunday takalluf qilish degan narsa yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati borini kiyganlar, borini yeganlar, borini kiyganlar. Va hayitlarda, jumalarda eng yaxshisi bo'lsa o'shasini kiyganlar. Allohu a'lam.